Bismillahirrahmanirrahim. Biz insonlarning ba'zisini ba'zisi bilan sinadik. Shuning bilan ularning ba'zisini ko'zga ilmay, aramizdan Alloh in'om qilgan kishilar mushularmikan deydi. Alloh shukr qilguvchilarni obdan biladi emasmi? Bizning oyatlarimizga iymon keltirganlar sening yeningga kelgan chaqda sen ularga sizlarga omonlik bo'lsin, Rabbinglar rahmat qilishni o'z ustiga oldi. Sizlardan kimki bilmasdan biror yomonlik qilib qo'yib, ondan keyin tavba qilsa va amalini tuzatsa, Alloh uni kechiradi. Shaksizki Alloh nihoyatda mag'firat qilguvchidir va bakmu rahim qilguvchidir degan. Haqiqatning o'ttirg'i chiqishi va gunohkorlarning yo'lining aniq bo'lishi uchun oyatlarimizni ashundoq ochiq bayon qilamiz. Ey payg'ambar, mushriklarga aytqinki, men sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan narsalarga cho'qinishdan albatta man'i qilindim. Aytqinki, men sizlarning nafsi xohishlaringlarga agashmayman. Agar men sizlarga agashsam, haqiqatan ezib ketgan bo'laman va hidoyat topquchilardan bo'lolmay qolaman. Aytqinki, haqiqatan men Rabbim tarafidan kelgan ro'shan dalil vahiyga asoslanaman. Halbuki sizlar uni yolg'onga chiqardinglar. Sizlar tez kelishini talab qilayotgan azob mening ilkimda emas. Barcha hukm faqat Allohga xosdir. Alloh haqni so'zlaydi. U hukm qilguvchilarning eng yaxshisidir. Aytqinki, sizlar tez kelishini talab qilgan azob mening qo'limdan kelsa edi. U chaqda men bilan sizlarning oranglardagi ish cho'qim bir taraf qilinib bo'lgan bo'ladi. Alloh zolimlarni obdan biladi. G'ayibning ochquchlari Allohning dargohidadir. Uni faqatla Alloh biladi. Alloh quruqlikdagi, dengizdagi narsalarning hammasini biladi. To'kilgan yupurmoqdan Alloh bilmaydigan birimi yo'q. Mayli qorong'u yer ostidagi biror tal urug' bo'lsin, mayli ho'l yoki quruq narsalar bo'lsin, hammasi lavhul mahfuzda aniq yozilgandir. Alloh sizlarni kechasi uxultadigan, kunduzda qilgan ishinglarni bilib turadigan, ondan belgilangan muddatgacha yashashinglar uchun kunduzda sizlarni uyg'otadigan zotdir. Ondan qaytadigan joyinglar uning dargohidir. Ondan u qilgan amallaringlarni sizlarga aytib beradi. Alloh bandalarining ustidan tizginlab turg'uchidir. U sizlarga kuzatuvchi farishtalarni avatadi. Nihoyat biringlarga o'lim kelganda bizning farishtalarimiz qilchi beparvolik qilmasdan uning jinini oladi. Ondan insonlar o'zining haqiqiy egasi bo'lgan Allohning dargohiga qaytariladi. Bilinglarki, hukm qilish yolg'iz Allohga xosdir. U eng tez hisob olg'uchidir. Ey payg'ambar, bu mushriklarga aytqinki, quruqlikning va dengizning zulmatlaridan, ya'ni baloyi ofatlardan sizlarni kim qutqizadi? Baloyi ofat kelgan chaqda sizlar agar Alloh bizni buningdan qutqizsa, cho'qim shukr qilguvchilardan bo'lamiz deb Allohga yolvorib va to'van ovozda duo qilasizlar. Aytqinki, sizlarni u zulmatlardan va barliq g'am qayg'ulardan Alloh qutqizadi. Ondan sizlar yana uningga sherik keltirsizlar. Aytqinki, Alloh sizlarning ustinglardan yoki oyog'inglar ostidan azob avatishga yoki sizlarni firqalarga bo'lib urushtirib, biringlarning azobini tetitishga qodirdir. Ularni tushunsin deb oyatlarimizni qandoq bayon qilayotganligimizga qarag'in. Qur'on haq tursa, sening qavming uni inkor qildi. Ey payg'ambar, ularga men sizlarga homiy emas deyin. Alloh tarafidan oldin ola berilgan har bir xabarning amalga oshadigan vaqti bor. Sizlar buni uzoqqa qolmay bilib qolasizlar. Bizning oyatlarimiz haqida qalaymiqan gap qilayotgan kishilarni ko'rguningda, ular buningdan boshqa gapga yo'tkalmaguncha ulardan yiroq turg'in. Ulardan yiroq turishni shayton senga unutildirgan bo'lsa, esinga kelgandan keyin bundoq o'ziga zulm qilguvchi qavm bilan birga o'ltirmag'in. Taqvodirlarga ularning hisobidan hech narsa yuklanmaydi.
Shundaqdimi taqvodorlar ularning bundaq qilmishdan saqlanishi uchun ularga vaz nasihat qilishi kerak. Dinini o'yin tomosha qilib olgan va dunyo tirikchiligiga aldanganlarni qo'yib turgan har qanday odamning o'z qilmishi sababli halok bo'lishdan saqlanishi uchun uningga Qur'on bilan nasihat qilgan. Uningga Allohdan boshqa do'st va shafaat qilguvchi bo'lmaydi. U har qancha fidya bersimi qabul qilinmaydi. Ana shular qilmishlari tufaylidan halokatga mahkum qilinganlardir. Ularga kufrida ching turganligi tufaylidan qaynab turgan sharob va qattiq azob bor. Ey payg'ambar, u kofirlarga aytqinki, biz Allohni qo'yib bizga foyda ziyon yetkazolmaydigan narsalarga cho'qinamdiq. Allah bizni hidoyat qilgandan keyin orqamizga chekinamdiq. Agar biz shunday qiladigan bo'lsak, shaytonlar ozdirib bir cho'lga boshlab borgan, cho'lda tengirqab qolgan, do'stlari uni beri kel deb to'g'ri yo'lga chaqirayotgan bo'lsa-mu, chaqiriqni qabul qilmay halok bo'lgan bir odamga o'xshab qolamiz. Aytqinki, Allohning hidoyatila haqiqiy hidoyatdir. Biz olamlarning Robbiga bo'ysunishga buyurildik. Biz yana namozni mukammal ado qilinglar, Allohdan qo'rqinglar deb buyurildik. Ana shu Alloh sizlar dargohiga to'planadigan zotdir. Allah osmonlarni va zaminni hikmat bilan yaratgan zotdir. Allah qandoqli bir narsaga bo'l degan kuni u darhol bo'ladi. Allohning so'zi haqdir. Sur chelindigan kundagi podshohlik uningga xosdir. Allah yushurun va oshkora hammani bilguchidir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Hammadan xabardordir. O'z vaqtida Ibrohim otasi Azarga sen butlarni iloh qilib olamsan. Shaksizki men seni va qavmingni o'p-uchuq bir ozg'unlikda ko'ryapman dedi. Shuningdek Ibrohimni qat'iy ishonguchilardan bo'lsin deb biz uningga osmonlarning va zaminning ajoyibotlarini ko'rsatdik. Ibrohim kechining qorong'uligi bosganda bir yulduzni ko'rib, bu mening Robbimdir dedi. Yulduz petib ketibdi. Men petib ketguchilarni yoqtirmayman dedi. U oyning tuqqanligini ko'rib, bu mening Robbimdir dedi. Oy petib ketibdi. Agar Robbim meni hidoyat qilmagan bo'lsa, men cho'qim ozg'un qavmning qatorida bo'lib qoladi ekanman dedi. U quyoshning chiqayotganligini ko'rib, bu mening Robbimdir. Bu hammadan cho'ng ekan dedi. Quyosh petib ketibdi. U aytdiki, ey qavmim, men sizlar Allohga shirik qilib olgan narsalardan uzul kesil yiroqman. Shaksizki men barcha botil dinlardan yiroq bo'lib, osmonlarni va zaminni yaratgan zotga yuzlandim. Men mushriklardan emasman. Ibrohimning qavmi uning bilan munozirlashdi. Ibrohim aytdiki, meni Alloh hidoyat qilgan tursa, sizlar men bilan Allohning borligi va birligi to'g'riliq munozirlashamsizlar. Men sizlarning Allohga shirik qilib olgan narsalaringlardan qo'rqmayman. Faqat Robbimning iroda qilganila buningdan mustasno. Robbimning ilmi hamma narsani o'z ichiga olgan. Sizlar buni o'ylab boqmamsizlar. Butlarni Allohga shirik qilib olish haqida Alloh sizlarga hech qanday dalil tushirmagan tursa-mu, sizlar u narsalarni Allohga shirik qilib olishdan qo'rqmayvatsanglar, men sizlarning shirik qilib olgan narsalaringlardan qandaqsiga qo'rqudakman. Agar bilsanglar, aytib beqinglarchu. Biz va sizlardan iborat bu ikki firqadan zodi qaysimiz oxiratning azobidan eng xotirjam bo'lishga tegishlik. Iymon aytib, iymoniga zulm, shirik aralashtirmagan odamlarga kelsak, azobdan aminlik ana shularga xosdir. Ular to'g'ri yo'lni topquchilardir. Ana shu Ibrohimga qavmiga raddiya bersin deb bergan dalilimiz. Biz xohlagan kishini bir qancha daraja ko'taramiz. Robbing haqiqatan hikmat bilan ish qilguchidir, hammani bilguchidir. Biz Ibrohimga Ishoqni, Yaqubni ato qildik. Ularning har birini hidoyat qildik. Biz ilgari Nuhni hidoyat qilgan, Ibrohimning avlodidan Davud, Sulaymon, Ayyub, Yusuf, Musa, Harunlarni hidoyat qilgan edik. Taat ibodatni mukammal qilguvchilarni
mushundoq mukofotlaymiz. Zakariya, Yahya, Isa va İlyas qatorliqlarni mo hidoyat qildik. Ularning hammasi yaxshilardandir. İsmoil, Al-Yasa, Yunus va Lut qatorliqlarni mo hidoyat qildik. Ularni o'z zamonasidagi jahon ahlidan ustun qildik. Ularning ota-bovalaridan, avlodlaridan, qarindoshlaridan ba'zilarini hidoyat qildik. Ularni tanladik va to'g'ri yo'lga yetakladik. Mana bu Allohning hidoyati bo'lib, Allah bandalaridan xohlagan kishilarni uning bilan to'g'ri yo'lga yetaklaydi. Agar ular Allohga shirik keltirgan bo'lsa edi, ularning qilgan amallari albatta bekor bo'lib ketadi. Ana shular biz kitobni, hikmatni va payg'ambarlikni ato qilgan kishilardir. Navoda ular, ya'ni Makkilik kofirlar bularni inkor qilsa, inkor qilmaydigan boshqa bir qavmga topshiramiz. Ana shular, ya'ni mazkur payg'ambarlar Allah hidoyat qilgan kishilardir. Ey payg'ambar, senmi ularning yo'liga ergashgin. Qavmingga aytqinki, men buningga, ya'ni Qur'onni sizlarga yetkazganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. U Qur'on faqat butun olamlar uchun vaz nasihatdir.